Tanishing. Bu men Yodgor va men boy oiladanman. Men ham boshqa boylarning bolalari singari kichkinaligimdan xohlagan ishimni qilib yurardim. Eng xohlagan ishim boks bo'yicha chempion bo'lib, onamni xursand qilish edi. Oye, chempion bo'ldim! Chempion bo'ldim! Tabriklayman, nechinchi o'rin olding? Birinchi o'rinni oldim. Voy bolajonim, mani chempionim. Men chempion emas, men dunyoga keltirgan siz chempionsiz. Qani polvona? Qanaqa urganingni ko'p ko'rsatib berchi. Qana. Mani ko'p yutuqlarim va idealniy oilam bor edi. Lekin bir voqea hayotimni umuman o'zgartirib tashladi. Hozir u boladan asaram yo'q. Havadan arif xayli qani go'zal, o'zingdan o'zingni sal, yana bilmadim, eshit bu hit nasal, eshit bu hit nasal. Ko'chaga chiqsam taksi yo'q, qo'shig'im borlik mani yo'q, bolam qizlar hamma yo'q, kayfiyatim juda cho'q. Ko'chaga chiqsam taksi yo'q, qo'shig'im borlik mani yo'q, bolam qizlar hamma yo'q, kayfiyatim juda cho'q. Nega qizlar maxli yo'q, nega bolam Kan, keyingi safar. Aka o'tgan safar ham shunaqa qiladinglar, bu safar to'lab ketinglar endi. Keyingi safar olasan non, mana eshitmayapsan. Yeb ichdingizmi, to'lash kerak endi. Qaysi rayonga osilib kelgansan, qo'y keyingi safar olasan nonni. Ho'p. Sen o'zing qaysi vagonga osilib kelgansan? Yeb ichdingmi? Shundan o'zi keltirib qo'yamiz, bilmaymi? qizlar hamma yo'q, kayfiyatim juda cho'q. Ko'chaga chiqsam taksi yo'q, qo'shig'im borlik mani yo'q. Chunki bu oddiy hayot. Jin ursin ha. Bir oyda 5-marta janjal qilish. Hech odam bo'lmaydi bu. Erkatoyingiz. Aka, xafa bo'lmang, u taltattirib o'rgansiz. Dushi jazolash kerak buni, qarab o'tirmasdan. Вообще не серьезный ishlari. Siz bilan meni soqqamizda shilishdan boshqasiga yaramaydi. Agar ahvol shunaqa davom etaversa, o'g'lingiz boshingizda ham yeydi. Biznesda ham. Meni sinchga tiqib qo'yadi. Шеф, их здесь нет. Сука! Сожгите его дом. Все понял? Принял. Шеф сказал взять канистру, поджигаем дом. Быстро! Zaman zaman gidenlere yansa da gönlüm, yangınımı hep söndürdün ama hep yolunu Вот это zo'r, turetishki zo'r, turishi zo'r, vid zo'r, lekin eplolmayapsan shularni tushunyapsanmi? Ozgina bergan, nimadir движение bergan, pianino yo'q, nimani chalyapsan sen? Sanga katta pul tikilyapti-ku, oqizib qo'ymagin pullarni iltimos sendan. Hop, давай. Hozmaka, приготовились, камеры, грим, пепельница, сигарет, чай! Добрый день. Здравствуйте. Mana domla, sizga aytgan qizim. Mashinaligini qarang, mashina. Меня зовут Кристина. Очень рад знакомству. Faqat aka, soqqasi foyda mashina. Bunga pul kerak emas, dabba. Получается, вы интересуетесь шоу-бизнесом. Моя мечта стать знаменитой актрисой. Ну, все понятно. Тогда я тебе помогу воплотить твои мечты. Благодарю. Пойдем. Вот видишь, я тебе сказал. Дай полотенце. Показывай. Есть. Мам, пап, я сегодня была на кастинге. Что еще за кастинг?
Я же говорила вам, что у моего однокурсника дядя режиссер. Он показал им мои фото и пригласил меня на кастинг. Так ты что, будешь сниматься в кино? Меня взяли на главную роль в клипе. Мурат Давидов – один из самых известных режиссеров Узбекистана. Скоро я стану звездой шоу-бизнеса. Солнышко ты моя, это же здорово. Доченька, пусть все твои мечты сбудутся. Спасибо, мамочка. Звезда, 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 моя звезда. Я звезда, я звезда. Люда, наш дом сгорел. Что? Наш дом сгорел. И сожгли наш дом. Это все из-за меня. Перестань плакать. Я скоро стану звездой шоу-бизнеса и верну все твои долги, пап. Звездочка ты моя. Hurmatli hamkorlar, men uchun birinchi o'rinda insonning xulqi, tarbiyasi. Aytilgan ish albatta bajarilishi kerak. Shunda biz yaxshi natijalarga erishamiz. Endi Assalomu Qalaysizlar? Sizlar? Yodgor, men yig'ilish o'tkazyapman o'g'lim. Ko'ryapman. Har kun o'tkazasiz bunaqa majlisni. Qani, aka suvdan olinglar. Yodgor, bu nima beodobchilik? Prosta sizni ko'rgani keldim. Bilasiz siz ham nima ichishni. Ming bor uzr, o'rtoqlar. Yig'ilishimizni boshqa kunga qoldiramiz. O'zim xabarini beraman. Uzr. Ketosizlar. Hozir yaxshi ish qildingmi? Maktab bitirdim. Endi o'z bilganimcha ishsam maylimadi? Bu kallami? Bu xaraktermi? Sen ko'p yashamaysan. Sen tengi bolalar anta o'qib kasb o'rganyapti. Ada, qo'ying shu temani. Men siz ishchingiz emasman-ku. Qo'lim ko'ksimga qo'yib, xo'p bo'ladi deb tursam. Yo'qol. Bu yerga ilm olmaguncha qaytib kelma. Ko'zimga ham ko'rinma. O'qimayman. Merosim bor. Bir umrga yetadi menga. Meros. Merosda sening hech qanaqa haqqing yo'q. Men bitta-yu bitta farzandingizman. Meni merosdan mahrum qila olmaysiz. Shunaqami? Qo'lingizdan ham hech narsa kelmaydi. Endi yo'qol. Ko'zimga ko'rinma. Ket bo'lmasam o'ldirib qo'yaman. Bekitmasdan chekaver. Bilsang o'g'il bola bekitmasdan chekadi. Birpasda katta yigit bo'lib qolsan, ha, Yodgor? Adam shuni ko'rmayaptilar, aka. O'zingiz nimadir deb qo'ysangiz bo'ladi. Siqilma. Adang o'zi shunaqa ziqnaroqsan. Sal narsaga jahli chiqadi, tergaydi. Meni ham tergab turadi-yu. Yoshim nechida ekanligini bilasan-ku. Xo'p, meni kompaniyadan haydayaptilar. Bitta-yu bitta o'g'li bo'lsam. Yana o'qirmishman. O'qimasang ham binoyda fikrlayapsan. Menimcha shu adang oxirgi paytda qarib, sal g'alatiroq bo'lib qolgan. Shu oying yo'ldan uryaptimi deyman-da. Onangni men odammi? Men onam emas. Men onam o'lib ketgandan. Bo'pti. O'gay onang. Sen siqilma, kayfingni so'raver. Baribir bir kun kompaniya o'zingga qoladi. To'g'ri gapirasiz. O'qishga hayotda bormayman. Hadi, mani uyga chaplashab qo'yasan-a? Turgansiz-yu, ertalabgacha davom ettiramiz. Kechirasiz. Kartangizda pul yechishni iloji bo'lmadi. Blokka tushgan shekilli. Bo'lishi mumkin emas. Qanaqasiga? Bilmadim, hisobni tezlashtiring. Bu odam ishi.
Alo, ada. Kartani siz blokladingizmi? O'rtoq, bir safar san so'rab tur. Rakmisan, shuncha shotga yopishsa o'zi bo'ladi. Manda ham yo'q. Sen menga qarama, menda bir sinfli yo'q. Mana bu soat topib qo'ying, shvetsarskiy. Oka, mototsikl turuvdi mana bu yerda. Hozir 10 minut oldin evakuatorchilar olib ketishdi. Rahmat. Alo. Ada? Mototsikl siz ishingizmi? Ha, mani ishim. Как вот, блядь, целая семья, как? Как, блядь, они сейчас где? Как можно, блядь, дать человеку наебать тебя и уехать, блядь? Давай сделаем так. Ты сейчас идешь, собираешь всех и находите их мне из-под земли, ты понимаешь? И пока нахуй вы их не найдете, вы здесь не появляетесь. Ты понимаешь меня так точно? Я же по-русски говорю. А хуй стоишь? Бегу! Сука, дилетанты, блядь. Ну какого... Разберусь. Вот. Вот красавица. За тебя я ее выпью. Не закусывай. Все равно ты будешь моей. Ada, nima bo'layotganini tushuntirib bera olasizmi? Seni ahmoqliklaring jonimga tegdi. Xo'p, mashinam qani? Mototsikl qani? Kartalarni ne bo'ldi deysiz? Mashina, mototsikl, kartalar. Bular hammasi meni pulimga kelgan. Kartalarga kelsak, kartadagi pullar ham meniki. Hatto ustingdagi kiyiming ham meniki. Kechirasanmi? Hatto ich kiyimingni ham meni pulimga olgansan. Buni ham olib qo'ying. Bu ham siz pulingizga kelgani to'g'rimi? To'g'ri. Yodgor bolam. Mana seni telefoning. Sen dadangdan xafa bo'lmagan, xo'p? Bilasan, dadang seni jonidan ortiq yaxshi ko'radi. O'zing aqlli bo'lasan. Biz seni dadang bilan yaxshi ko'ramiz, jon bolam. Bolam demayman. Tug'ib qo'yganmidingiz, bolam deysiz? Men nima qildim senga? Siz hech narsa qilmadingiz. Siz oppoqsiz. Farishtasiz. Feruza opa, yuzdan mushtparoni yasamang. Boring keting. Yo'qmayapsiz. Yo'q bo'lib qoling. Ishlayman. Gap qisqa qilaman. Universitetda o'qishingga
Kontrakt pulingni to'lab qo'ydim. Borib o'qiysan. Ada. Yotoqxonasi ham bor. Bugundan boshlab mendan 1 so'm pul so'ramaysan. O'z kuningni o'zing ko'rasan. Demak, uydan haydayapsiz. Ana oyimchangiz o'rgatdim buni ham. Nima deb tushunsang tushun. Men senga yaxshi ham gapirib ko'rdim, yomon ham gapirib ko'rdim. Ana o'qi. Odam bo'lasan. Odam bo'lsang kompaniyada ishda qolasan. Siz asl niyatingizni bildim. Siz meni onamni o'ldirgansiz. Endi mendan ham qutulmoqchisiz. O'qisam o'qiyman. Anu oyimchangizga ham ko'rsatib qo'yaman. Ota bolani o'rtasiga olov yoqish qanaqa bo'ladi? Akam Berkatoyini kompaniyadan haydab boribdi. U qilmish. Mutaxassisdan kayfdan boshini ko'tarmasdi-yu, qanaqa qilib o'qirkan? Bu safar akamni niyati jiddiy. O'qib odam bo'lmasang kelmaysan deyapti. U san o'qiyotgan joyga joylashibdi, eshityapsanmi? Yodgor qayoqda, o'qish qayoqda? U bir kun ham chidolmaydi. Qolaversa-chi, amakim uni kechirib oladi. Sen bilan jiddiy gaplashib olishimiz kerak o'g'lim. Xullas, iqtisod insonlarni cheklanmagan orzu-umidlarini cheklangan resurslar orqali qondirish degani. Bu san'at. Uzr. Bas. O'g'lim, dars qilma. So'rashimsan? So'ra qizim. Ha, darsdanman. So'ra dedim. Darsdan keyin qo'ng'iroq qilamiz. Bo'pti. Ha, nima pichir yani? Domla bitta savol bermoqchi edim. O'zi nechta farzandingiz bor? Bir o'g'lim, bir qizim bor. O'g'lim hozir biznes bo'yicha chet elda ishlaydi. Qizim esa vrach. Hozir Hindistonda katta operatsiyalar bo'yicha tajriba orttiryapti. Qizingiz turmushga chiqqanmisiz? Turmushga chiqqan. Ikkita nevaram bor. Mabodo o'g'il kerak emasmi? Tekinga. Gap. Assalomu alaykum do'stim. Yaxshimisan? Ha, o'g'limni jo'natgan edim. O'qisin, odam bo'lsin. Iltimos, o'zing nazoratga ol. Ha, Sulaymon, bir narsani aytib qo'yishim kerak. Xarakteri juda ham og'ir. Shaqi yaxshimisan? Qalaysiz, Shoh? Bitta iltimosim bor edi. Ishlarim ko'payib ketdi. Shunga yozib berasanmi konspektimni? Yozib beraman. Rahmat. Qol. Shohrux. Hozirdan katta biznesi bor ekan-a? Mazza. Aji, yana o'zingni suzib yurmagin. Shohrux уже занят. Nima gap qizlar? Qalaysiz? Qalay, darsda zerikmadinglarmi? Yo'q. Такой фокус покорстим. Так, 3 очков. Ну-ка. Voy. Basketbolistmi amma o'zi? Keyingi safar обязательно. Fokus ko'rsatma keyingi safar. O'g'lim, ichimlik idishini axlat qutisiga tashlamaysizmi? Ana 2 qadam turibdi. O'z sizni vazifangiz mana shu musor tozalash, to'g'rimi? O'z hayotingiz musor bo'lyapti. Iltimos. Kulgili bo'ldi-yu. Naqat kulgili bo'lgan. Voy chiqdi lekin. Sen nima yosh kattalar bilan qanaqa gaplash kerakligini bilmaysanmi? Mana qara. Nima o'zi Musurini ol. Ishi bor buni. Soqqasini oladi shu uchun, tushunsanmi? Ol musurini dedim. O'zingni bos, o'rta, o'zingni bos. Musurini ol. Olmayman. Shohrux, Sanjar. Yaxshimisan? Nima qilganinglar? Shohrux. Menga qara. Yana bir marta musur tashlaganingni ko'rsam, keyingi safar og'zingga buklat qilib qo'yaman. Tushundingmi? Bo'ldi. To'g'ri ekan-ku. Shuni Yaxshi o'rniga qilmading tashlaysiz lekin. bo'lardi-ku, Sanjar. Erkak ishni qilmading lekin. Bo'ldi, shu. O'zingizni bosing. Ketamizmi? Men qizlar o'zim sizlarni mashinamni tashlab qo'yaman. Yo'q, men avtobusda keta qolaman. Voy. Biram tushungan qizsan-da, Aziz. Yaxshi bor.
Nima qilamiz? Dajam. Qattasan, Sardor bilan uyingga keluvdik. O'qishga ketyapman. Qanaqa o'qish? Qizlar bilan dachaga boramiz deb kelishib qo'ydik-ku. Adam o'qishga gaplashib qo'yibdilar. Mayli, boraveringchi. Bir ikki kunda qilib ko'rsam, o'zi chaqirib oladi. Menimcha shu yerda sal adashding o'rtoq. Adang gapirgan gaplardan shu paytgacha umuman qaytmaganlar-yu. Dachadagi zo'r kayfdan qoladigan bo'lding-da o'rtoq. Sen hozir mazgim tarishga telefon qildingmi? Rossiya o'qiyapti mana shu gaplaring bor-ku. Asabiylashma. Tinch bo'l. За конспектами спрятаны грезы, на перерывах признаний слезы. Ты улыбалась, и мир замирал. В тех студенческих днях я мечтал. Язык любви, глаза без слов, понятный сердцу среди умов. Без тебя все не так живо, говорит моя боль. Язык любви, ты навсегда в той весне, как кино, где счастье длилось совсем недавно. Я стал другим, но не перестал верить в ту, что меня так ждала. Язык любви, как эхо лет. Ты мой вопрос, ты мой ответ. Без тебя все не так живо, говорит моя боль. Язык любви.